Assalomu alaykum, sog'misiz, omonmisiz? O'zimizda Gurlandagi, ya'ni Zarliqda joylashgan kunjara, kapak, yem-xashak narxlari kuzgi aksiyaga tushyapti ekan mana. Kunjara 4000 so'm deb yozib qo'yibdi. Qanday kunjaralar bor, az tanishib chiqamiz va narxlari necha so'm. Shu mana xaltalarni yotibdi mana. Sonliban turibdi. Bu kunjaralarimiz nerdeki bu? Urganch Nafis deydi. Necha so'mdan bular? Bu 5850 so'mdan berib turibmiz. 5850 so'm. Bahasına. Aha. Daqlarimiz nerdeki bu? Gurland 5200 so'm. 5200 so'mdan. Gurlandni qavam. Bu nerdeki bu? Bu Chimboy Chimbaydiki. 5550 so'm. 5550 so'm. Aslincha so'mdan sotilib turadi bular. Bu 5850, 5750 har xil edi. Tushib o'ynab turibdi. 5550 so'm. Arzonlab skidka bo'lib turibdi, aksiya ketib. Bular nerdiki ekan bu? Bu Navoiy oblasti. Navoiy oblast. Necha so'mdan bular? 4000 so'mdan berib turibdi. 4000 so'mdan anaga. Bular ham shular-ku, shundan-ku. 4000 so'mdan. Videoda sal rangi qochib netib turgan bo'lishi mumkin, lekin ajoyib. Islar ham, ko'rinish, ranglar ham zo'r. Bu yerda yana sho'lqa, kapaklar ham bor. Kapaklar necha so'mdan? Bu Shavot kapak. Shavot kapagi 80 ming, 25 kilolig'i. So'ng ayniqsa tumar kapak bor, Qoraqalpoqdagi. O 78 soat turibmiz, ko'proq bo'lsa qaytib ham beramiz uni. 78 ming so'm sotilib turibdi, ko'proq olinadigan bo'lsa qaytib ham beramiz deydi. Bu sho'lqalarimiz necha so'mdan bular? 3800 so'm mana ejag'i. 3800 so'mdan deydi. G'ijirdami? Chigitli sho'lqa. Cho'tki chigitlar ko'p ichida. Zo'r. 3800 dan deydi. Ko'proq olsa bundan ham qaytib berasizlarmi? Endi yana nomerga telefon ursa, shu zavodlar bilan shartnoma etgan odam shu nomerga telefon urasiz, zavod bahada arzon etib beradi. 38 nomer. Bo'ldi. Pastda nomerlarni qoldirib ketamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xorazm, West Xorazmga tarqatadigan odam nomeri shu. Shuning yem do'koni shu. Bo'ldi aka. Bu yerimizda lokatsiyasini aytadigan bo'lsak, mana Mang'it va Gurlan yo'li bo'ladi. Shu yerdan kelsangizlar to'g'ri bu yoqqa Mang'itga o'tib ketadigan yo'l, mana yaqinda Gurlanga obratni aylanasiz, ya'ni Zarliq deb aytiladi. Yo'lning ustundagina joylashgan bo'ladi. Kelsangizlar Gunjara, kapak, sho'lqa barisidan bor. Pastdagi